Assalomu alaykum qimmatli qarindoshlar. Xitoyning Wuhan shahrida paydo bo'lib, tez suratda dunyoga tarqalgan Xitoy yurosi dunyoni xilila tamtirtib qo'ydi. Iqtisoddan siyosatgacha, kulturdan akademiyagacha, bilimdan san'atgacha, dindan tantarbiyaga, terrorizmdan ocharchilikgacha bo'lgan barliq sohalar dunyo kun tartibida ikkinchi o'ringa tushib qoldi. Afsus, buningdan Uyg'ur masalasimi nisibasini oldi. Birdilla Xitoy yurosi yer sharlashgan dunyoning birdan-bir qiziq nuqtasiga aylanib qoldi. Xitoy yurosi shaxsiy turmushdan ijtimoiy turmushga, yerlikdan dunyoga, kunlik turmushdan yer sharlashgan dunyoga, har birimizni va hammamizni bugun va erta uchun zo'r vahimaga, xotirjamsizlikka, amansizlikqa ittirtib, go'yo zamon va makonni turmuzlab qo'ydi. Balkim tunji qatim yer sharlashgan bir dunyoda yashayotganligimiz va bu dunyoning qandaqroq bir dunyo bo'lganligidan iborat ochiq reallikqa duch keldik. Tez suratda tarqalib, dunyoga ig'ir xavf ilib kelgan Xitoy yurosini bevosita ko'zimiz bilan ko'ra olmaymiz, his qila olmaymiz. Lekin bu virus millionlarcha odamga yuqib, yuz minglarcha odamning joniga zamin bo'ldi. Erta bugun bizga yuqmaydiganligimi noma'lum. Qisqasi, Xitoy virusi dunyoni amansizlik, xotirjamsizlik, vahima va andishaga mahkum qildi. Burunlarda dunyoning ma'lum bir yerida yuz bergan yuqumli kasal shu rayondagi kishilarga ta'sir ko'rsatdi. Buning sababi eng chog'dagi dunyoning hozirgidek yer sharlashgan xarakterga ega bo'lmasligi edi. Kunimizda bo'lsa, dunyoning ma'lum bir yerida yuz bergan hodisa tez suratda dunyoga darhol ta'sir ko'rsatmoqda. Undaqda kunimiz dunyosining xarakteri bo'lgan yer sharlashish hodisi bilim dunyosida qandaqroq izohlanmoqda? Mavhumlik, sur'at, xatar va malmonchilik qatorliq 4 hukm keyingi 20 yildan buyon yer sharlashish hodisi ustida ilib berilgan tadqiqotlar va munozaralarni shakllantirdi. Nopuzluq siyosat nazariychisi Paul Virilio yer sharlashgan dunyoning eng tipik alayliklaridan birining hayotning har sohasida ro'shan his qilg'ili bo'lgan sur'at ekanligini deydi. Uning qarshicha sur'at shaxsiy va ijtimoiy turmushning ritmining intayin chiziqiga qartilgan bo'lib, bu sur'at rayondan halqib dunyo xarakterlik tusga kirdi. Bu sur'atning ta'siri shunchalik kuchli va tezdir. Xatarlik jamiyat nomli kitobning muallifi nopuzliq jamiyatshunos Ulrich Beck yer sharlashishni xatar uqum bilan izohlaydi. Beck yer sharlashishining yerlik, rayonlik, davlatlik va dunyoviy aloqa to'g'risida va turmushning barliq sohasida xatarga to'lgan jamiyatni paydo qilganligini, natijada dunyoning xatarga to'lgan bir butun ijtimoiy gavdaga aylanib ketganligini ta'kidlaydi. Xalqaro munosabat nuqtasidan tashqi siyosat va strategiya sohasi bo'yicha ko'zga ko'ringan nopuzli shaxslardan biri Zelenskiy yer sharlashishining xavfsizlikdan iqtisodgacha, namoratlikdan ishsizlikgacha, suv, ochlik va zamonga o'xshash tabiiy boyliqlardan klimat o'zgarishgacha bo'lgan keng ketgan sohada dunyoning nuqul bir taraflamaliklar emas, ko'p taraflamalik bo'hronlarga, krizislarga, qiyinchiliklarga va masalalarga duch kelib, zo'r malmonchilik va tartibsizlik ichiga kirib qolganligini ko'rsatganligini deydi. Nopuzliq jamiyatshunos Antoni Giddanis bo'lsa yer sharlashishni zamon bilan makon nuqtasini izohlab, yer sharlashishni kapitalistik dunyo iqtisodi, ulus davlat tuzumi, xalqaro ish taqsimoti va harbiy dunyo sistemasi qatorliq nuqtalardan tahlil qildi. Qisqasi, yer sharlashgan dunyoning erta nim bo'lganligini, ya'ni mavhum holat ekanligini, turmush ritmining intayin tejishib ketganligini, hayotning, jamiyatning barliq sohalarining xatari to'lganligini, natijada birdan ortiq bo'ron bir vaqtda yuz beradigan dunyo ekanligini desak, bekmu ashuratga bo'lmaymiz. Yana bir nopuzliq jamiyatshunos Zygmunt Bauman 2000-yillarning boshida e'lon qildirgan kitoblarda yer sharlashishni muntaq izohlashni tashabbus qilgan. Umuman ijtimoiy turmushning yoki jamiyatning har qaysi sohalarida namoyon bo'layotgan mavhumlik davridir. Ya'ni u yer sharlashishni mavhumlik yoki aniqsizlik bilan sifatlaydi. Bugun biz uning yer sharlashish va uning ijtimoiy oqibatlari nomli kitobi ustida qisqacha to'xtalamiz. Zygmunt Bauman yer sharlashish uqumini har nuqtadan tahlil qilib, yer sharlashishning dunyo miqyosida qanday o'zgarishlarni keltirib chiqarganligi ustida to'xtaldi. U uchur ma'lumotlarning tarqalishi, shaxs, jamiyat, ulus davlat, jamoat, kultur, sarmoya va emgakchilarning ahvoli qatorliqlarning yer sharlash hodisasi turkisida qanday o'zgarishlarni boshdan kechirganligi doir savollarga javob berishga tirishadi.
U yer şarilish hodisasining ko'p hollarda deyilgandek yaxshilik farishtasi emasligini ta'kidlaydi. Ommaviy aloqa vositalari va uchur ma'lumotlarning yer sharilishi kimning foydasiga yoki kimning ziyniga bo'lyotidi degan savollarga javob izlaydi. Uning qarashicha sarmoya yoki kapital ulus davlatdan halqib erkinlikka erishgan bo'lsa-mu, lekin sarmoyani changilda tutquchilarning shirkatlarida ishlaydiganlar sarmoyaga o'xshash erkinlikka erisholmadi. Sarmoyani changilda tutgan kapitalistlar bo'lsa, ilkidagi ommaviy uchur aloqa vositalari orqali yurt makonlarga qapsilib qolganlarga har xil mazmunli programmalarni taqdim qilib, ularni tuzumning biror sodiq qo'llovchisiga aylantirish yoki ularni tuzumga isyon qilmaydigan itoatchan avom qilishning ko'yida yuriydi. Yer sharilishga erishib, zamon va makon hukmlari o'zgardi. Ommaviy uchur aloqa vositalari uchur ma'lumotlarni dunyoning har qaysi joylariga darhol vaqtida yetkazib turdi. Bu ahvol ma'lum ilib aytganda yer sharilashgan dunyodagi insonlarni birlashtiradigan rol o'ynash bilan birga insonlarni bilyotidi. Yer sharilishga erishib, surat va makondan halqagan dunyoviy kuchlar shakllangan bo'lsa, bu suratga erisholmagan va yurtidan chiqishga qurbi yetmaganlar texmo yerliklashib, yetim holga tushib qolmoqda. Qisqasi, yer sharilishish insonlarni qanchalik birlashtirsa, o'xshashla insonlarni shunchalik parchalayotidi. Bir tarafda savdo, pul muomala, mulozimat va uchur ma'lumotlar yer sharilishga qarab yuzlanayotgan bo'lsa, yana bir tarafda yerliklashish musofasi kuchaymoqda. Yer sharilishish insonlar o'rtasidagi madaniyat, kultur, til, urf-odat, an'ana va boshqa jihatlardagi farqni bir xillashtirishi kerak edi yoki yaqinlashtirishi kerak edi. Lekin bu ahvol dal ta'tir yuzlash keltirib chiqarib, insonlarni texmo qutublashtirdi. Bu ahvol ma'lum insonlarni rayonlik tahdid va xatardan ozod qilsa, ba'zilarni makonsizlashtirdi. İnsanlarning kimligidan mahrum qoldirdi. Qadriyat sistemlarini sustlashtirdi. Farqli millatlar o'rtasidagi fasillarni xiralashtiribdi. Yer sharilashgan dunyoda davlatdan alqagan shirkatlar va sarmoyalar harakat erkinligiga ega bo'lgan bo'lsa, bu shirkatlarda ishlaydiganlar o'z yashayotgan makonga beqini bo'lib qolmoqda. Shirkat yoki sarmoya xo'jayinlari rayonda biror masala ko'rsa, darhol boshqa yoqqa ko'chalaydi. Lekin bu shirkatlarda ishlaydiganlar bo'lsa, boshqa yoqqa ketolmaydi. Ketgan taqdirda borgan yerida qarshi elinmaydi. Lekin shirkatlar va sarmoya qayerga borsa, shu yerda qizg'in qarshi elindi. Yer sharilishish har qaysi ijtimoiy to'pluqlarga ta'sir ko'rsatdi. Uchur aloqa tiz bo'lmagan mezgillarda jamoatlar o'rtasidagi aloqa yuz turan bo'lgan bo'lib, bu ahvol ularning munosabatini kuchli qiladi. Lekin yuz turan munosabat ojiz bo'lgan yer sharilashgan kunimizda munosabatlar ojiz bo'ldi. Burunlarda jamiyatdagi munosabat shakli o'rtaq ma'lumot va tajriba, ya'ni kultur xotirasini asos qiladi. Burun uchur ma'lumotlar ko'p yangilanib turmaydi. Bu ahvol jamiyatdagi munosabat shakllarini kuchli tutadi. Yer sharilishga erishib, o'rtaq ma'lumot tez sur'atda yangilanib turadigan bo'ldi. Jamiyatdagi o'rtaq xotira va kulturdan ayrilib qolgan shaxslar o'rtasidagi munosabat bo'lsa ojizlashdi. Jamiyatdagi munosabat shakllarining ojizlashishi yoki ba'zi ahvollarda tamoman yo'q bo'lishi natijasida burunlarda o'rtaq norma shakllantirilgan makon va jarayonlarni buzg'unchilik uchirdi. Kitobida yer sharilish bilan ommaviy uchur aloqa vositalarining munosabati ustida to'xtalgan Bauman, yer sharilashgan dunyoda oz sonliqni ko'p sonliq ko'rilgan media sistemasi borligini deydi. Bo'libmi televizor vositasi orqali ko'rilayotgan oz sonliqlar nihoyatda astoydillik bilan ma'lum kuchlar tarafidan elib berilgan tanlash va shallashlardan o'tib ekranlarga chiqishga muyassar bo'ldi. Hamma odamning televizorga chiqib o'zini ifoda qila olishini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Baumanning bu vaqtdagi qarashi Herman bilan Chomskyning Tashviqot modeli nomli asarda o'ttirib qo'ygan qarashlarga o'xshab qoldi. Osonliq o'zini ko'rayotgan ko'p sonliqqa turmush shakli singdirdi. Ya'ni osonliq ko'p sonliqqa modini tangidi. Bu iste'mol asosiga qurilgan media sistemasidir. Ko'p sonliq oz sonliqni ta'qib qildi va do'raydi. Osonliqlar cho'lponlardir. Bu cho'lponlar ya siyosat sohasidan yoki tantarbiya va yoki bilim va yoki san'at dunyosidan keldi. Cho'lponlar ko'p sonliqni tashkil qilganlarga turmush shakli, hayot shakli va moda haqida uchur berdi. Bauman kitobida yer sharilishining
ulus davlatlarga ko'rsatgan ta'sirlari ustida to'xtaldi. Ulus davlatning eglik huquqi harbiy, iqtisodiy va kultur qatorliqlarning eglik huquqini asos qildi degan muallif, bo'libmi iqtisod sohasini yer sharlashgan kuchlarga tatqizib qo'ygan ulus davlatning ahvolini bundoq suratlab berdi. Moddiy kuchlari ojizlagan, eglik huquqi va mustaqillik asosi tavrab qolgan, siyosiy salohiyatidan mahrum qilayotgan ulus davlat, davlatni hal qilgan shirkatlarning xavfsizlik muassasasiga aylanib qolmoqda. Dunyoning eng xo'jayinlari ulus davlatni bevosita boshqarishning hojati qolmaydi. Milliy hukumatlar ularga vakolatan boshqarib berdi. Muallif Bauman yer sharilish natijasida jamiyat a'zolarining biror iste'molchi sifatida ko'rilganligini deydi. Burungi jamiyatlarda jamiyat a'zolarini ishlab chiqaruvchi va askar sifatida ko'radi. Jamiyatning a'zolariga tangdigan va rioya qilishga rag'batlantiradigan normalar bo'lsa, bu ishki ijtimoiy rolni o'ynash vazifasi orqali majburiy qabul qildiriladi. Lekin hozirgi postmodern davrda yoki yer sharlashgan dunyoda bo'lsa, zamonaviy jamiyat a'zolaridan bularni kutmaydi, balki biror iste'molchi bo'lishni kutadi. Kunimizdagi jamiyatlar a'zolaridan iste'molchi rolini ko'ngildagidek o'ynashni talab qildi. Kunimizda kuch hayviy qilish uchun emas, nazorat va kontrol qilish uchun ishlatildi. Burungi davrlarda kuch boyligini, hayvitini, qudratini odatdagi insonlarning hasarat, nadomat, vahima va hayronlik ichida ko'rishi ruxsat qilib, xalqning zehni va ruhiga ta'sir ko'rsatishga urinadi. Modern, ya'ni zamonaviy dunyodagi kuch bo'lsa, xalqqa bevosita ko'rinmaydi, balki daldida turib olib, xalqni kuzatib nazorat qildi. Bu texmi xatarlikdir. Yer sharilishining eng cho'nqur ma'nosi bo'lsa, dunyo masalalarining aniqsiz, kontrolsiz va yugansiz bo'lishidek xarakterga ega bo'lishidir. Bir markazning, bir kontrol kuchining, bir hokimiyat muassasasining, bir boshqarish markazining bo'lmasligidir. Qisqasi, yer sharilishish yangi dunyo tartibsizligining yana bir nomidir. Yangi harakat erkinligining zo'r ta'sir ostida surati chizishib ketgan bir-biriga zid ikki yuzlanishning bir-biri bilan do'qurishib, giralishib ketishi sababidan yer sharilish hodisi boylik bilan namoratlik, tayinliklar bilan talaysizlar, kuchliklar bilan ojizlar, qobillar bilan naqobillar, erkinlik bilan beqindilik qatorliqlarning qaytadan taqsimlanishida namoyon bo'lmoqda. Biz hozir dunyo miqyosida qaytadan ijtimoiy qatlamlashish hodisiga shohid bo'lyapmiz. Qisqasi, yangicha ijtimoiy kultur qatlamish hodisi shakllanmoqda. Kitobida kunimizda yer sharlashgan iqtisodiy krizlar natijasida ishsiz, uy makonsiz, och qolgan insonlarning oqibatidan davlatdan hal qilgan shirkatlarning mas'ul bo'lishi kerakligi ta'kidlandi. Bauman kitobida yer sharilish hodisini farqli nuqtadan analiz qilib, yer sharilish hodisi turtkusida har xil aloqalarning va munosabatlarning quyuqlashganligi, lekin jamiyatlarning har qaysi sohalarida aniqsizlik, ya'ni mavhumlik paydo bo'lganligi, yer sharilishining ulus davlatdan, jamiyatlardan, millatlardan, kulturlardan, shaxslardan nurg'un narsalarni tartib olganligini o'tirib qo'ydi. Xayr xo'sh.